5 xil assortimentda lapsha taxtalarimizdan ko'rsatamiz, hurmatli akalar. 5-inchisi eng arzoni bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishingizni maslahat beramiz. Videoni boshlashimizdan oldin videoga bitta like bosib qo'ying. Hurmatli akalar, mana shu orqamda turgan lapsha taxtamiz birinchisi bo'ladi. Kачествоsi juda ham zo'r, 11 ga 2 razmerdagi, uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Hurmatli akalar, buni sort sasna, kачествоsi juda ham chiroyli. Rossiyaning Belyar shahridan vagonlarda o'zimiz olib keltirganmiz. Bu lapshamizning narxi mana bunaqa bo'ladi. Ikkinchi lapsha taxtamiz, hurmatli akalar, 10 ga 2 razmerdagi, uzunligi 4 metrligidan bo'ladi. Kачествоsi buniki ham juda zo'r. Sort sasna holati udardan bo'ladi. Garbil abzal umuman bo'lmaydi, hurmatli akalar. Buni narxi mana bunaqa bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Uchinchi assortimentimiz, hurmatli akalar, 9 ga 2 uzunligi 4 metrligidan bo'ladi. Bu ham rossiyskiy Belyar, toza sasna yog'och, garbil abzal umuman yo'qdan bo'ladi. Bunisini narxi bo'lsa, hurmatli akalar, mana bunaqa bo'ladi. To'rtinchi assortimentimiz, hurmatli akalar, 8 ga 2 uzunligi 4 metrligidan, kачествоsi bu ham juda zo'r, holatlari idealniy. Bu ham rossiyskiy sasna yog'och 100%, garbil abzal katta umuman bo'lmaydi. Hurmatli akalar, holatini ko'rishingiz mumkin. Buni optim bazaviy narxi mana bunaqa bo'ladi. 5-chi eng arzoniga, hurmatli akalar, videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun 2 xil lapsha taxta ko'rsataman. Bular, hurmatli akalar, bir-biridan unaqa katta farq qilmaydi. 75 ga 1.6 kelgan razmerdagi lapshamiz bo'ladi. Buni 8 ga 2 minusovoy deyiladi bozor tilida. Xo'p, kачествоsi juda ham zo'r. Rossiyskiy to'rqira, kачествоsi juda ham chiroyli. Zavodskoy, hurmatli akalar, Les Invest zavodskiy. Xo'p, bulis, hurmatli akalar, 77 ga 2 ligi bo'ladi. Buni ham 8 ga 2 da bozorlarda sotiladi. Buni narxi, hurmatli akalar, mana bunaqa bo'ladi. Eng arzoniniki bo'lsa mana bunaqa bo'ladi, hurmatli akalar. Hurmatli akalar, videoni oxirigacha ko'rib turganingiz uchun hammaga rahmat. Video foydali bo'ldi degan umiddamiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, o'zingizning fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Asl taxtaga obuna bo'lib qo'ysangiz, shunaqangi optim narxdagi taxtalar bilan sizlarni muntazam ravishda tanishtirib ko'rsatib turamiz. Kimga kerak bo'lsa, nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Skladlarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling.